Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövrəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Алдыңғы xəbərlərimizdə Türkiyədən bir qrup jurnalistlarning Şərq Türkistanğa ziyoratga berib, Şərq Türkistandagi atalmış Baxtiyor hayot, taraqqiyotni bas-basda og'iz-og'izga tegmay so'zlaganligini, Xitoyning Şərq Türkistonni taraqqiy qildirayotganlik tashviqotini yayganligini, buningga Şərq Türkistan sürgündə hökuməti məsullarının qaytargan rədiyasını anlatgan edik. Şərq Türkistanğa алдыңғы yili öz imkonlari bilan berib, Şərq Türkistandagi irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya vahshatlarini ta'minlagan, ta'siratidan Şərq Türkistan sayohatnomasi nomli kitobni yozib, yoshirilgan haqiqatlarni Türk dunyosiga oshkorlagan Yangi Shafaq gazetining muxbir yozuvchisi, jurnalist Taha Qilch apandi bu ziyoratchilarga bo'lgan tanqidini yoshirib qololmadi. O Yangi Shafaq gazetining 29 soniga nomus qilmadinglarmi degan temada bir maqola e'lon qilib, Xitoyning zuvoni bo'lgan turk jurnalistlarining bayonlarini chiritdi. Maqolada mundaq deyildi: Xitoy hukumatı Turkiyadan bir bo'lik jurnalistlarni yana Sharq Turkistonga elib beribdi, yegizib, ichkizib, aylantiribdi. Yaqinqi zamonlardan beri o'zliksiz ko'payotgan bu xil programmalarning maqsadi aniqla rayonda hech qanday masala yo'qligini isbotlash tirishchanligidir. Münasibətli kişilərinin qaytıb gəlgəndən keyin qılğan ortaqlaşqanlar və bayanlarına qaraganda Ürümçi, Qashqar və G'ulji şəhərlərini ziyorat qılğan ömək Xitoyning o'zlariga so'zlab bergan ssenariyasiga to'liq qoyil bo'pti. Masalan, Şinjan obdan və boy emish, ko'chalar tamoman pokiz və rətlik, tamoqlar intayin ta'mlik emish. Xalq turk madaniyatini xotirjam yashayotgan emish. Masjidlar ochiq, xalq erkin ibodat qilayotganmish. Xitoy faqat bir qism zarur bexatarlik tadbirlarini oladi ekan va kazalar. Sharq Turkistonga o'z imkoniyati bilan shaxsan borgan, u yerda Uyg'ur turklariga Xitoy tarafidan yurgizilayotgan qattiq assimilyatsiya siyosatlarini hayotning har bir sohasida o'z ko'zi bilan ko'rgan, tarixiy asar atiq va ibodatxonalarning navbatdagi ahvolini qayd qilgan, qaytib kelgandan keyin ko'rganlarini kitob qilib yozgan bir kishi bo'lish suhbatim bilan bu haqsiz sayohatga qatnashganlarga so'rmoqchi bo'lgan bir qancha savolim bor. Sayohat jarayonida Uyg'ur turklari bilan yaninglarda Xitoy mas'ullar bo'lgan ahvolda yolg'iz paranglish yoki ko'chada erkin aylanish imkoniyatiga erishdinglarmi? Shaharlar yoki yezilarni yolg'iz sayohat qilib baqdinglarmi? Namoz vaqtida biror masjidga berib, ichida ibodat qilinayotgan, qilinmayotganligiga qaradinglarmi? Masjidlarning ochiqligini isbotlaydigan biror surat yoki sinalg'inglar bormi? Xitoy mas'ullariga biror masjidda namoz o'qimoqchi bo'lganinglarni aytdinglarmi? Rayonda bo'lgan muddatda azon ovozini angladinglarmi? Ko'chalarda islomga uyg'un va to'liq hijoblangan ayollarni ko'rdinglarmi? Salla o'rgan, jubba kiygan uzun soqolli erlarga yo'liqdinglarmi? Tarixiy shaharlarning markazida Uyg'urcha kitob sotadigan kitobxona yoki do'konlarni ko'rdinglarmi? Savollarni uzartish mumkin, ammo mushunchalik kifoya. Rayonni o'z ko'zim bilan ko'rgan, yuz berganlarga shaxsan guvoh bo'lgan va bundaq rasmiy sayohatlarning ramkasini intayin yaxshi biladiganim uchun savollarga ulardan burun o'zim javob beray. Sayohat jarayonida Uyg'ur turklari bilan erkin paranglashga yoki ko'cha oralarida o'z oldiga aylanishga ruxsat qilinmadi. Chunki Xitoy o'rinlashtirgan rasmiy sayohatlar minutigacha planlandi va hech kim programmadan chiqa olmaydi. Namoz vaqtlarida masjidlarga bormadi. Bargan bo'lsa-mu masjidlarning taqoq ekanligini ko'radi. Shunglashqa qo'llarida ochiq masjidlarni va ibodat qilayotgan odamlarni ko'rsatadigan biror isbotmi yo'q. Xitoy bekitgan masalalardan bundaq bir talabda bo'lmadi, chunki o'zlarining islomiy amaliyati yo'q. Azon ovozini anglamadi, chunki Sharq Turkistonda azonlar allburun cheklangan. Ko'chalarda hijoblangan ayollarni ko'rmadi, chunki islomiy o'lchamlar asosida o'rinish tamoman ma'ni qilingan. Sallalik, jubbalik, uzun soqolliq erlarga yo'liqmadi, chunki bu ma'ni qilingan. Uyg'urcha kundalik hayotdan bosqichma-bosqich o'chirilganligi uchun ko'chalarda Uyg'ur tilidagi kitob va nashriyatlarni ko'rmadi. Ammo bularning hammasiga qaramay, nomus qilmasdan aqlimizni masxir qilib, Xitoyning rasmiy tashviqotining to'ti qushlarga aylanishini muvaffaq ko'rdi. Nimaning badaliga buningga rozi bo'lganligini tushunish qiyin. Bilmayman. Balkim oshqo'llikqa qarshi kurashda Xitoy bilan o'rtaq nuqtaga ega ekanligini deyishgandi. Hatto balkim Uyg'ur turklarining zamonaviylashtirilganligini o'ylab, yuz berganlarga ichidan olqish yog'dirgandi. Bilmadim. Shunimi esga olamiz albatta. Bugun Xitoyning yolg'on tashviqotlarga ixtiyoriy holda yatoqliq qilayotganlar tunugun Suriyada ba'zi rejimga madhiyalar o'qiydi.
vayronchiliklar ostidan ayollar va bolalarning faryotlari ko'tarilayotganda qatliamlarni bo'lginchilar bilan urush deb aqlaydi. Shaharlar varil bombalari bilan vayronchilikka uchrayotganda Shamda barliq kechilik klublar ochiq, hayot normallashdi deb sinalganlarmi shundoq ko'z qarash va shundoq guruhida edi. Xitoy Turkiya jamiyatining Sharq Turkiston masalasini tushunmasligi yoki xato tushunish uchun qo'lidan kelganini qilyotidi. Ammo ularning unutib qolgan bir nuqtasi bor. Ular qancha uringan sari Sharq Turkiston masalasi shuncha kuchli holda kun tartibda qilishni davomlashtirdi. Undan boshqa Milliy gazeta 30-iyul kunimi Abdusamad Qartashning Sharq Turkistonda yoshirilgan haqiqatlar nomli maqolasini e'lon qildi. Maqolada mundaq deyildi: Yaqinqi yillardan buyon kun tartibda degudek o'rin olamagan Sharq Turkiston masalasi yaqinqi kunlarda bir guruh jurnalistlarning rayonga qilgan munozirlik ziyorati bilan qaytadan tillarda. Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi musulmon xalqqa qaratgan insoniyatga qarshi jinoyatlari ochiq-oshkora turganida ular Turkiyadagi hamkorlashgan axborot kanallari orqali Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qarshi hech qanday qonunsiz qilmish sodir qilmaganligini takrorlab, xalqimizni Sharq Turkistonda zo'rliq, zo'mbilik va assimilyatsiya yo'qligiga ishontirishga tirishmoqda. Turkiyada Xitoy hukumatining homiyligida faoliyat yurgizayotgan ba'zi tashkilotlar yilning muayyan vaqtlarida Turkiyadan tanlagan o'maklarni Sharq Turkistonga olib bordi, aylantirdi. Muayyan nuqtalarda sayohat qildirgan o'maklarga qaranglar, bu yana qadar go'zal, Uyg'ur xalqiga qarshi jinoyat sodir qilmaganligiga shohid bo'ldinglarmi degandek ko'zbo'yamchilik harakatini olib bordi. Әгеш күчілері көп кішілерден таланған біздің ерлік саяхатчыларымызмы миллионларча аммаға Шарқы Түркістанда зорлық, зомбылыққа ұшырмадық ұшырыны тарқытып, біліп-білмей Xitayning ta'sir пайда qilish faoliyatining quroli bo'lib qolmoqda. Xitayning ziyoratchi o'maklarga ko'rsatgan narsalari bilan yoshirgan narsalari orasidagi farqni surishtirish, qatnashchilarning ideologiyalik qarashlari va milliy engning dardisi bilan bevosita munosabatlik. Bugun yuz bergan voqealarning orqa ko'rinishini 2021 yili besilgan Hilal Coğrafiyasi kitobimning Sharq Turkiston bölümünde Xitayning kuzatuvchi o'mak o'yini mavzuliq temasida munozaraga qo'ygan edim. Rostilla Sharq Turkistonda hamma narsa gul-gulistonlik deb da'vo qilganlarning vijdoni bormidi? Bardiq, ko'rdik, hech qanday tartibsizlik ko'rmadik deyishning o'rniga Xitoyning bizga ko'rsatganlari bular edi, lekin orqa ko'rinishda nimalar bo'layotganligini bilolmaymiz desa, yana xili vijdoni bor bo'lgan bo'ladi. Yaqında Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bir do'stim bilan telefonda so'zlashdim. Uning bilan so'zlashgan vaqtimda bu jurnalistlar ziyorati texi amalga oshmagan edi. Maqsadim Sharq Turkistondagi kundalik ahvol haqida aniq va to'g'ri uchurlarga erishib, ong saviyasi yuqori bir qarindishimizning ko'z qarashi bilan u yerda yuz berganlarni yozmamda o'qirmanlarimiz bilan o'rtoqlashish edi. Ziyorat qilgan do'stim qisqacha qilib, Xitoy Uyg'ur turklarga kimligini va o'z yiltizlarini unuttirish uchun kuchab tirishmoqda. Sharq Turkistonda ibodat ma'ni qilinmadi deydiganlar o'zi juma namoziga bormaganlar bo'lishi kerak. Chunki bizning u yerda juma namozi o'qiy olishimiz uchun rasmiy ijozat olishimiz kerak edi. Masjidlar faqat namoz vaqtlarida ochiq edi. Xitoy ma'murlari buning sababini ilgari juma namozlarida to'planib qarshilik bildirish faoliyatlari qilingan va Xitoy soqchilari bu qarshiliklarni bostirishda intayin qiynalgan deb ta'birlagan. Undan sirt Xitoy boshqarishi Uyg'ur xalqi ustida cho'ng bir assimilyatsiya yurgizib, sizlar Xitoy bilan bir bo'ldinglar. Sizlarning Xitoydan ayrim boshqa bir tarixinglar va madaniyatinglar yo'q fikrini qarindoshlarimizning zehniga singdirishga tirishmoqda. Qisqasi, Xitoy Sharq Turkistonda na musulmonlikqa, na turklikka o'rin bermayotidi degan. Sharq Turkistondagi haqiqatlar bular. Texi o'tgan yillarda bir Xitoy ma'mur Uyg'ur turklarimi ichida bo'lgan musulmonlarni nishon qilib, har bir Xitoy fuqarosining tanlashi kerak bo'lgan eng to'g'ri yo'l atizm yo'lidir. E'tiqodlarga yo'l qo'ymaymiz deb xalqni bostirgan. Yana bir Xitoy ma'muri yig'ilish lagerlarining borligini qabul qilishga majbur bo'lib, bu yerlarda Uyg'ur turklariga Xitoy madaniyati va Xitoy Kompartiyasining ideologiyalariga sodiq bo'lishni o'rgatayotganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Buning ismi assimilyatsiya va dinsizlashtirish siyosati bo'lmay amsi nima? Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamilib, o'zlaridan uchur olg'ili bo'lmayotgan minglarcha musulmon asrining va oilaning tortgan kulfatlari inson haqlari dafsanchiligi bo'lmay amsi nima? Ham sizlar qaysi haq bilan minglarcha yildan beri ximiri islom bilan yo'g'rilgan musulmon bir jamiyatni otizmlashtirishga tirishsizlar? Undan qolsa, Xitoy Sharq Turkistonda musulmonlarga zulm qilyotidi desak, ming bir turlik mudofaa holatiga o'tadi. Xitoy hokimiyati Sharq Turkiston masalasida intayin xato o'rinda.
Xitoy musulmon Uyg'ur xalqini dinsizlashtirish, tarixiy va kulturel bağlarni üzüp, assimilyatsiya qilish siyosatidan voz kechmaguncha qanchalik beyib kuchlanib ketsin, xalqarodagi obro'yi masalasida imtihondan o'tolmaydi dedi. Xitoyning Zuanining biri bo'lgan Xinjiang maliyasi xabar torining 30 iyul kunidagi xabariga qaraganda 2026 yillik Xinjiang yaxshi joy g'ayri-moddiy madaniyat meroslari ko'rgazmasi 2026 yili 7 oyning 30 kuni Shixansi shahrida boshlangan. Bu faoliyat Madaniyat va sayohat ministrligi, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish atritining hamkorligida elib berilgan. 2021 yildan buyon o'tkazilayotgan bu ko'rgazma 2026 yili Xitoyning 31 o'lkasi va atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish atritining qatnashishi bilan eng cho'ng ko'lamga yetgan. Asosliq tema bir gavdalashtirish bo'lib, bu yil tunji qatam atalmish Xinjiangni qo'llaydigan 21 o'lka birlashib, birlashma ko'rgazma rayoni qurgan. Atalmish Xinjiangni qo'llaydigan o'lkalar va atalmish Xinjiangning yerlik madaniyati, har xil rayonlarning an'anaviy san'atlari bir sahnada bir yerga jam qilingan. Xotan gilam to'qish va atlas, ipak qatorliq tarixiy milliy meroslar gavdalantirilgan. Atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuanining g'ayri-moddiy madaniyat meroslari ko'rgazma zalida atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuanining qog'oz qiyma rasmlari asosliq tema qilinib, prografiya, ipak rasmlari va tosh rasmlari qatorliq ko'p xil asarlar ko'rsatilgan. Ko'rgazmada raqamli ko'rsatish, xalq san'ati, oshpazlik madaniyati va ma'rif sexlari ko'rsatilgan. Shundaqla Xitoydagi g'ayri-moddiy madaniyat meroslari atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish atriti bo'limi nomli hujjatli film qo'yilgan. Atalmish madaniyat aloqasi va ittifoqlikni kuchaytirishni maqsad qilgan bu faoliyatning g'ayri-moddiy madaniyat meroslarini atalmish Xinjiangning eng muhim sayohat va madaniyat markalarining biriga aylantirganligi bayon qilingan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin Ali apandi buningga ijtimoiy axborot vositalarida inkos qaytirib, Xitoy yaqinqi mezgillardagi millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni va munosabatli siyosat doirasida ichida Sharq Turkistonni Xitoyning kulturiga qo'shib, texmi cho'nqur bir assimilyatsiya mezgilini tiziltadi. Bu texmi keng ko'lamli, tal-to'kis, majburlash xarakteridagi qaytilg'ili bo'lmaydigan bir butunlashish, assimilyatsiya qilish usuli bo'lib, avtonomiya ramkasini azaytish yoki bekor qilishga tayyorlik qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tamomlaydi dedi. Söz bilan dunyoga kelamiz. Söz bilan dunyodan ketamiz. Söz bilan hayotligimizni jakarlaymiz. Söz bilan o'likligimizni e'lon qilamiz. Sözimiz o'zimizni, o'zimiz so'zimizni ifodalash orqali nimaligimizga o'zimiz shohidlik qilamiz va qandoqligimizga o'zimiz qaror qilamiz va shu bo'yicha Tangri oldida javobgar bo'lamiz. Shundaqla tarix oldidagi so'roqdan muhaqqaq nasibimizni olmay qolmaymiz. Xullas, qandaq insonligimiz, qandaq so'z egisi bo'lganligimizni, qandaq so'z egisi bo'lganligimiz bo'lsa, qandaq odamga aylanganligimizni belgilaydi. Söz va o'zi inson ta'biri mana buningdan ma'lumdir. Ko'rayotganlarimiz, yashayotganlarimizga qarasak, ya o'zimizni, ya so'zimizni topolmay tingirqash ichida ketayotganligimiz sir emas. Mashg'ulotlarimiz, yashash usullarimiz, tafakkur qilish degan narsadan ado judolik ichida yashashga ko'nikishlarimiz buningga ishorat qilib turibdi. Ko'rmakdimizki, turgan kunimiz mening manlik bilan mashg'ul. Hayotlik xaritamizda biz uchunlik, bizninglik o'chirib tashlangan. Har menning xaritasi boshqa, yo'li boshqa, so'zi boshqa va o'zi boshqa. Qaraganimizda tirishchanliklarimizning ba'zi so'zimiz bilan insonligimiz o'ttirisiga hang yasash bilan o'tayotganligi mana men debla chiqib turgan. Dunyo qarashqila ega emas, o'z navbatida hayot qarishiga, oxirat qarishiga ega so'z egisi ekanligimiz, qadr-qimmatimizning mana bu zabardast so'zning egisi bo'lganligimiz ekanligi shiddat bilan unutilishga qarab o'zlangan. Sözümüz qayoqda, o'zimiz qayoqlarda. Go'yo kun chiqishga qarab yelkan tashlagan, ammo nimishqidir to'xtovsiz kun petishga qarab kuchab paloq urayotgan anqovlar toifasiga aylanayotganligimiz, manzili bor, xaritasi yo'q, avorgarlar bo'lib qilayotganligimizning farqiga bormayotganligimiz ajoyib.
Әң трагедиялыки qayoqqa yelkan tashlab, qayoqqa qarab paloq urayotganligimizdan bexabarligimiz. Go'yo niyat kun chiqish taraf bo'lsa hisobdek paloqni qarisiga urib harakat qilib midirilsaqla, dengiz bizni manzilga so'rib o'zligidan yetkazib qo'yilgandek, go'yo bizga shundoq qilish va'dasi yoki qarzi bordek ko'nglimizning xotirjam bo'lib ketishi bahramonligimizni tugal mening farovonligi uchun sarf qilish bilan ifodalab o'tib ketayotganligimiz bo'lib qoldi. Qutqizish asliyalari misoli badal to'lash, fidokorlik, o'yg'oqlik, sagaklik, chora tadbir qatorliq yo'limizda kam bo'lsa bo'lmaydigan ehtiyot unsurlarimiz xususida o'ylashib qo'yishga cho'limiz chiqmas bo'ldi. Hamma fidokorlikni o'zgadanlik kutish bilan, badal to'lashni birovlarga do'ngash bilan, badalning nesibilaridan gram o'ziga tegib qolishidan o'zini qochirish bilan, o'zining zimmasiga tushgan va eng aqalli ko'rsatish kerak bo'lgan fidokorlikdan bosh tortishga, qechishga bahona ijod qilish bilan avara. Shundoq, so'zimiz insonligimizni belgilaydi, o'zimizni ifodalaydi. O'zimiz va mavjudligimizni qadr-qimmatli qilayotgani turqimiz emas, balki so'zimizdir. Ya'ni qaysi so'zning egisi bo'lganligimiz va qaysi so'zga iymon mehrini bosgan bo'lishimizdir. Qani shu so'zimiz, qani shu o'zimiz? Ajaba, insonligimiz iymonga aylangan so'zimizning uningga uyg'un ravishda yashashni burch qilgan o'zimizning bir gavdasi emasmidi? So'zi va o'zligini yitirgan holda nuqul holda yeb ichish, rohat yashash mujodilasiga petib qolishlar, insoniy mavjudligini yo'qotish badaliga qo'lga kelgan bu tür hayvoniy mavjudlikni ko'shashning, bu tür angsizcha tipirlashning ahamiyati nima? Ma'nisiz va g'oyasiz holda tugal jismoniy mavjudlik ko'rishini qilayotgan ikki putliq jonliq bilan o'xshash vaziyatni o'rmonda yashayotgan 4 putliq maxluqdan farqlantirdig'ini ajaba nima edi? Ajaba u so'z emasmidi? Ajaba har birimizning so'zi yo'qmidi? Ajaba millat sifatida aytadigan o'rtaq so'zimiz yo'qmidi? Qani shu so'zimiz? Ajaba yitirdikmi? Untudikmi? Yoki murtad bo'lib so'zimizdan yandikmi? Yoki o'zimizni yitirgandan beri so'zimizning izdirkini qilish esimizga kelmayotamdi? Qani sen ey bebaho so'z? Qani sen ey qadrdon o'z? Burxon Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.